Uyghur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'g'rida anglatildi. 600 atliq partizan 3 to'pga bo'linib, har bir to'pdan 200 dan jangchi bir yerga to'planib o'zaro tonishdi. Har bir to'pga 45 dan 5 atar miltiq, 2 dan pulemyot yetarlik o'qlar bilan berildi. Miltiq yetishmay qolganlar ov miltiqlari bilan qurollandi. Jangchilar o'zlarining otlariga minishib, harbiy mashq uchun tayyorlandi. Olastay partizanlari to'g'risidagi xabar shu kunila Nelqi nahiyasiga, Ili viloyatiga yetib bordi. Bu vaqtda Shinsay taxtdan tushib, Cho'ngchingga menish oldida sir biladigan 100 dan ko'p xodimini o'ltirib, xazinadagi butun oltin kumushni sanduq-sanduqlab Cho'ngchingga mang'uzib bo'lgan. Ikkinchi turmani portlatish plani Gomindang armiyasining boshliqlariga ma'lum bo'lib qolganlikdan, ikkinchi turmani portlasang, senmi kulga aylanasan degan javob bilan amalga oshmagan. Shinsay bilan Chiu Yufangning butun Xinjiang xalqiga xatlari gazetda e'lon qilinib, hamma yerda Shinsay ustidan oshkora shikoyat avjiga chiqqan. Ko'chalarda shuarlar, namoyishlar paydo bo'lgan. G'olib Gomindang bo'lsa o'z g'albisi bilan mast bo'lib, ziyofat ustiga ziyofatlar, tantanlik nutqlarmi avjiga chiqqan mazgil edi. Gomindang Ilining Nelqi nahiyasining Olastay degan tog' bag'ridagi yezisida paydo bo'lgan 6-700 otliq o'g'irlarga uncha hayron qilib huduqib ketmay, Shinsayga qarshi xalq noroziligi deb qarg'an edi. Dalmushu 1944-yili 9-oyning oxirlaridagi Altaydagi Osman Islom Dalilqan Sugurbayevlar boshchiligidagi Altay partizanlari Burjin nahiyasining yerim nupusidan boshqa qolgan 6,5 nahiyaning barliq xalqi, ya'ni viloyat nupusining 90% xalqiga kengaygan bo'lib, ular Gochung, Mori, Fukang, Michuan, Sanji, Qutubi, Manas nahiyalarigacha Gochungdan Shixo'g'ich bo'lgan arliqda harakatlanib, tashyo'l qatnash to'xtagan. Altay partizanlari viloyat chegarasidan halqib, Urumchining bo'sug'isida harakat qilayotgan. Altay inqilobiy vaqtliq hukumat qurilish oldida turgan. Osman bu milliy hukumatning boshliqlariga o'ltirish tayyorligi ishlanayotgan vaqt edi. Gomindang alaqsodalik ichida bu ishni Shinsay qoldirib ketgan jarohat deb xalqqa tushundirdi. Tashqorg'onda bo'layotgan partizanlik harakatlarini o'xshashla Shinsayning zulmiga qarshi harakat deb qarashdi. Gomindang o'zining odilligini isbotlash uchun Nelqi nahiyasiga partizanlik harakatlarini siliq diplomatiya yo'li bilan hal qilishni qaror qilib, yo'l yo'riq bergashga nahiylik hukumat amaldorlari eng obro'li Qozoq oqsoqoli Avalqon Gungni elchi qilib avatib, partizanlarni tarqitib etmoqchi bo'ldi. Avalqon Gung hukumatga sodiq odam. U ota-bovisidan beri Manching hukumatiga sodiq bo'lib, chorvalari to'planlarini bostirishga cho'ng to'plarni ko'rsatgan bo'lg'ashqa Gungliq nomi bilan kelmoqda. Bo'libmi Yangzing davrida Nelqi nahiyasi Avalqon Gungning olqinida bo'lib, hukumat uningdan to'liq rozi bo'lgan. Shinsaymu uning bir tal mo'yig'i cheqilmay uni qo'g'digan. Nahiya hokimi uningga Gong janoblari, bu bir uqishmaslik. Shen katta, u xalqni ranjitgan. Rost, odil bo'lmagan. Gomindang undaq emas, odil. Uch cho'ng maslak xalq manfaatini birinchi o'ringa qo'ydi. Gomindang hukumatiga ishonsin. Partizan degan nima u? DVD, kak soqol, kashtilik, tishyoq ko'nglak kiygan, manzillardan qon suradigan Avalqon kulib turib, Shundoq, hukumatning amri Xudoning amri. Hukumat bo'lmasa xalqning hech nimasi bo'lmaydi. Men ularga qurol tashlatqizib, hukumatdan kechirim so'rg'izaman. Hukumat ota, xalq bola. Otaning gapiga kirmagan bolani Xudo uradi, dedi. Avalqon Gung 200 kishilik har millat mo'tavarlari, hurmatli odamlardan tashkillangan tashviq,
nasihat o'mikini boshlab, saqchilarning himoyasida yaxshi otlarga minib, Nilqidan Olastayga qarab yo'lga chiqdi. Ayg'oqchi bu ishni shtabga do'klab qoldi. Ular avval biznikini anglab baqsin, dedi Akbar Botur burtini silab qo'yib. Yuringlar, ularni tog' eg'izda kutib olaylik. Bu ishni sen bir taraf qilamsa, dedi Fatih. tunji qalbi xabarni kutaman. Akbar bir necha marganni boshlab tog' eg'iziga kelib, ikki balga o'rinlashib, quyuq chatqonlar orasida yo'shirinib yotdi. Bo'lsin ata, balalaringiz sizning qisosingizni oladi, dedi Akbar bu tag'i taqashgan tik cho'qqa qarab. Bu qarliq cho'qa Xalq Baturi Isbosinning nomi qo'yilgan. Isbosin Baturi buningdan 20 necha yil burun Yang Jin istibotlarining cheriklari bilan ko'p qatim etishib, dushmanlarga ajallik zarba bergan. Alvan seliq tugamaydigan yalmavuz hukumatning zulmiga chidamagan xalq uchun qisos olgan. Lekin ashu avvalqan Gongning odamlari uni aldab Yang Jin hukumatiga tutib bergan. U dushman qo'lda o'lish oldida Qayron Olastayim deb to'g'lagan. Akbar bu hikoyani ko'p qatim anglagan. U nurg'un qatim chiroyli gaplar bilan kelgan avvalqan Gongning elchilaridan ustulik bilan qutulib olgan. Mana bugun u yana ketdi. Agash kuchlarning to'lisi aldangan xalq. Miltiq ularga Akbarning javobini anglatsin. Ular g'olga kiradi. Gominning askarlari yaxshi qurollangan. Sen oldidagi boshliqlarning birining beshini challab ol, dedi Akbar yenidiki margan do'smiqonga. Birni dominisa qolganlar qochidi. Biz cheriklarni yo'qitamiz. Gum qilish bilan tang avvalqan Gongning yenida kelayotgan chaparmini chalbarning qalbiga uchib ketdi. Puhralar cho'qan suran bilan otlarini kayniga burab qochdi. Askarlar puhralar ichiga kirib elib o'lar tirilishiga qaramay tikivatdi. Mana javob. Gomindanning boshliqlariga bizning javobimiz shu. Tunji g'alba partizanlarni ruhlantirdi. Yana nimaga injiqmaymiz ay Fatih? dedi G'ani Fatihning yeniga kelib. Nilqa hujum qilmaymizmi? Elqerim do'sa Qanatbek degan axloqchini oldiga silib, nurg'un qozoq, uyg'ur tatarlarni qurollantirib bizni bostirg'ili kelib etibdi. Uning bir adibini berayli. Ondan keyin Nilqa yurish qilayli. Qandoq deysan? Sening opang va xotin balani qo'lji turmisiga opirib solabdi. Anglagansan? Anladim, dedi Fatih alam bilan yerga qarab. Ular nima kun ko'rayotgandi? Men ularni qutqizib chiqaman, Fatih. Yo'q, ishni buzma. Sen mening buyruqimga bo'ysun. Bo'lmasa ziyon tortamiz. Qattiq intizom bo'lmas bo'lmaydi. Sen men askarlaring san bo'ysunish kerak. Men hech kimga bo'ysunmay o'ginib qolgan odamman. Sen Nurining maslahatiga quloq solmay tutilib qopsan. Tasdiqodan joningdan ayrilg'ili. Endi bosh-boshdoqlik qilma. Yazda u yana shu niyatidan yanmay Abdumarimning begining qizini bo'lib kelaman deb manganda Nuri uni to'sidi. Lekin u unamadi. G'anining heliqi yosh xotini uning niyatini Abdumarga bir odam orqali yetkazgan. Abdumarning ko'zdagi yo'shiringan saqchilar bilan to'lgan. Kechida G'ani qiz bar uyga to'nglikdan tushayotganda uni saqchilar tutib olib, bog'lab shaharga akkargan. Saqchi uni so'roq qilganda u bulag'an qo'rollari, to'plagan odamlarni to'liq degan. Bu ish Urumchiga ma'lum qilinganda uni Urumchiga akilish buyurilgan. U Urumchida turmadan egiz to'nglikka kiyimlarini arqon qilib bog'lab chiqib, to'mir salasollarni qayirib, egib chiqib, g'olja qechib ketgan. Bu xil kishini ishonmaydigan no'chilik faqat G'anining qo'lidan keladi. Fatih tasqaldan jeningdan ayrilg'ili deganda u kulib qo'yib, Mening jenim unda oson yerda emas-ku, deb qo'ydi va ichida Fatihning o'ziga aql o'rgatganiga norozi bo'lib,
apangning va xotin balangning g'amini qil. Sen ulardan zerakmi ya? dedi. Fatih G'anining qo'pol so'zlariga ko'nik. U darhol gapni boshqa yoqqa yo'tkadi. Rendosa bilan erishishga sening baturlaring birinchi bo'lib hujum qo'ysin, dedi. Akbar o'ngdan, Seyit so'ldan zarb bersin. Yaxshi tayyorlan. Bu bizning tunji hujumimiz. Bu kecha Nuri uchun to'liq xushallik kechasi bo'ldi. Go'yo uning to'yi bo'lgandek. Qasammo ruhiy o'ziqkan. Ruhlangan, shatlangan, hayajonlangan fidoila Olastay qo'lidan bir kechini marga bilan o'tkazdi. So'yilgan qo'ylarning ko'pligi, ichilgan bo'za haraqning to'liligi, aytilgan naqsha, o'lan, usul beyitlarning qizg'inligi, kulki chaqchaq, qiqas cho'qonlarning hayvatligidagi ulardan bir umr xotirlashga arziydigan unutulg'siz xotiralarni qoldirdi. Ular go'yo maqsadlariga yetgandek qo'llariga qurol tushgini, g'albining eng cho'ngidek, qasam bergini ularning ustunligi chiqqanligi hisoblangandek. Shatliq to'lqini Qosh daryosining bo'zg'unliq to'lqinlarini besib tushgan. Ko'ngillardagi o'chmas xotiralar qoptal qarg'aylariga o'xshash mangulik hayot obidasi o'rnatgandek. Oktyabr oqshomlari bu tog' qoptaladan qishning hayvisi, ochiq sovuq shamollari chatqonlarning yaproqlaridan seriq tushak poyandozlarni paydo qiladi. Tog' suyi bo'yidagi sarg'aygan cho'plar ustiga to'qimlarni selib, egarlarini yostiq qilib, ko'k osmonda jimirlab turgan yulduzlarga qarab, o'ngda yetish go'yoki bir romantik qasida. Lirik hissiyot bilan to'lgan go'zal she'rga o'xshaydi. Bo'libmi, ulug' maqsad egalari uchun shundoq. Mana Hamid bilan Nuri tog' ostida ashundoq yetib, shirin xiyol, ma'nili suhbatlar bilan mast bo'lmoqda. Bizni uzatgan odam qozoq bo'lgani bilan ruscha so'zladi. U sizlarning vazifanglar Gomindan hukumatini qo'llatish, kelgusidagi jamiyat, hukumat to'g'risida zodili boshqa turmanglar. Bu ishni bosh qo'mondan Stalin sizlar uchun o'ylaydi. U kishi sizlarga baxtdan boshqa hech nima tilamaydi. Uning maqsadi butun dunyodagi emgakchilarni baxtga erishtirish. Buning ishonamsizlar deb so'raydi. Biz ishonamiz deb varqiradi. Hammadan men ching varqirabdiman. Men sovet tarbiyasini jiq qabul qilgan. E'tiqodim hammadan ching bo'lg'ashqa, ovozim hammadan ching chiqibdi. U kishi bizga birdan arg'amoq, bir tapancha, birdan avtomat yetarlik o'q berdi. Buningdan boshqa qurollarni Gomindan beradi. Sizlar ularning qo'ldan tortib olib, sabdoshlaringlarni qurollantirsizlar. Hattigina sizlarning heliqi mualliminglar Sadirov oldingi kunlar volleybol o'ynab pas urman deb sakrab qayrilib ishib, mang'olmay qolib qoldi. Fatih akam boshliq qolgan 7miz keldi. Birimiz yo'lda ezib, 6 o'g'ri bo'lib qoldi. Qurbon Burhadinov, Osman Ibrohimovlar Qo'rg'os partizanlari bilan, O'shur shahridagi partizanlar bilan Ozodlik tashkiloti hozir shaharda jiddiy tayyorlik qilyapti. Biz nilqini olamizda g'o'ljiga yurish qilamiz. Mening opam va xotin bolalarim g'o'lji turmizda. Hayotmi yo'q bilmaymiz. Ammo oldirab o'ltirmaydi. Hukumatning nasihat umiki ularni tutib turib bizni taslim bo'lishga undishi mumkin. Hayat qolsaq ko'rishamiz. Bundaq chaqda shaxsiy ishingni o'ylashga vaqtmi bo'lmaydi ekan. Az xiyolim atki jangda. Sen aytqin Nuri. Nelqini erishib shanching bormi? Nelqini deysan-ku, butun g'o'ljini Shinjongni erishib shanching bor. Biz soy-soydan eqib chiqqan tog' suvlar bilan ulg'iyotgan Qosh daryosiga o'xshaymiz. Nega barsak xalq bizni qo'llaydi. Mening necha yillik sargardonligim bekorga ketmas ilohim. Sen Xudoga ishonamsan Nuri. Mushundaq chaqda ishonmay bo'lmaydi. Bir tal arzimas o'q sening taqdiringni belgilaydi emasmi? To'g'ri aytding. E'tiqod naq mushundaq chaqda zo'rur. Biz reallikka ko'z yuma olmaymiz. Osman Botir to'g'risida Olmutada jiqiqa yangladim. U jo'ng'ar qumliqlarga kirib elib Tomuzga, qahrdan so'g'uqqa, och zirillik, suv tashnaligi, uyqusizliklarga taqobil turdi. Bir necha yilni yolg'izligida qechib yurib o'tkazdi. Xalqni o'ziga oz-ozdan jalb qildi.
Hozir mana Oltayning ham yerin degidek ozod qila oladi. Qaysarlik bo'lsa, qiyinchilikni yengili bo'ladi. Gomendanning askarlari ko'p, qurollar xil, lekin o'limdan to'limi qo'rqadi. Bizga o'lim degan hech gap emas, qasamlarimiz o'zi bir kuch. Biz shu kuch uchun yengilmaymiz. To'g'ri, anig'ina, tabiat bizni madiylayotdi. Yiroqda Qosh daryosi asta sharqiramoqda. Tog' suyi toshdan toshga urilib, bujg'un yasab hayotni madhiylamoqda. Ochiq sovuq shamol daraxtlarni chiv-chiv qilg'izib, sarg'aygan yo'pirmoqlarni uchirib, suv betiga tushirib, usulga solmoqda. Ularning yanidagi nozik talshexi yilidan yiliga engishib, ularning yuzlarini siypamoqda. Hayot kulmaydi. Go'yo so'zib aytilgan qozoq o'ylanlaridek. Sho'x-sho'x o'zgarishchan ili naqshillaridek. Mong'ol malchilarining kuyidek. Ivanning gitaridek. Parixani o'ylamsan, Nuri. Aralab o'lim yodimga yetganda, menga har qachon har minutda o'q tegishi. Men uning bilan xo'shlashmayla, bu dunyo bilan xo'shlashishim mumkin. Mendan ayrilsa u bechara qandoq bo'lib ketadi deb o'ylayman. Nemish qidamsana? U muhabbat uchun yashayotdi. Xuddi biz ozodlik uchun yashayotgandek. U bizmi qalbiga tashna. Menmi qaltis tashna. Zodil o'lgim kelmaydi. Nuri, yo'q, bu qo'rqinchoqlik emas, umidvorlikdan. Ozodlik tashna xalqimning xo'shligini ko'rishni, suyimli xotinim Nurbiyaning qo'rsqidagi o'g'limning inna degan ovozini anglashni to'limi orzu qilaman. Nuri do'stini chin quchoqladi. Hamon o'lib ketimiz, lekin orzularimiz o'lmaydi. Yo'q, biz o'lmasligimiz kerak. Men o'lishni xohlamayman. Men xohlamayman, lekin ajal degan chaqirmagan mehmon. Mehmon bu so'g'ongdan otlab kirsa, qo'g'lib yetalamsan. O'choqda mehmonni kulib turib kutib olamiz. Nuri G'ani aksining yenida batlangan 5 atari miltiqini mursiga esib, Olastaydan Nilqi basriga hujumga mangan 100 atliq fidoining eng oldidagi yo'l boshlovchilaridan biri bo'lib yo'lga chiqdi. Uning qalbi shodlikqa, vujudi g'ururga to'lgan. 3 yildan beri tog' dala sargardonligi, hujum qilish taqazzoligi oxirlashadigan kun oxir yetib keldi. U o'z dushmanlari bilan tig'ma-tig'i elishib, xalqni g'alaba xushalligidan bahramand qilg'isi. U mana shunday kun uchun uzun vaqt tayyorlandi. Endi u jangga otlandi. U o'ynaqlab ketib borgan Jiran Qashqaytining peshonasini ingishib silab qo'ydi. Qo'rqatamsan, Nuri. Yo'q, nayt xushalman. Birinchi pay o'qni sen ot. Birinchi buyruqni sen bergan. Ularning qo'choni Olastayning tuvan eg'iziga kelganda, razvedkachilar Patih Muslimovga oldimizda dushman ko'rindi deb do'klab berdi. Hujumga tayyorla. G'anining qismlari o'ttirida, Akbar Seyit qismlari o'ng va so'l qaptalda tayyorlanib, miltiqlarni o'qlab turishdi. Chang to'p ko'tirib, askarlar va agashkuch xalqlar to'pi ko'rindi. G'anining ko'zlaridan o't chaqnadi. U Patihga qarab, "Bo'la, ot demabsan!" dedi. Patih kulib qo'yib, "Ot!" dedi. Nuri miltiq tarkisini bosdi. Daxoda kelayotgan bir askar otdan yiqildi. Vang vung ta tat, urra qo'g'la ikki taraf qattiq etishdi. Partizanlar birdan otlaridan tushib, toshlarning kayniga mo'kib, birdan otlarining yeniga tushib, dushmaniga shiddat bilan o'q atmoqda. "Qochdi!" Qo'yuq chang ko'tarildi. Rendosaning askarlari tövanga, Qosh daryosi taraf qarab pitirab qochmoqda edi. 3 to'p tangla qo'g'lab hujumga o'tdi. Urra ko'tarildi. Atlar chaqmoqda, dushman qochmoqda. Osmonni chang to'zang ustida qapladi. Birdamdan keyin o'q ovozlari to'xtadi. Dushmanlar nalargadir qichishgan.
al bo'lgan xalq otlaridan tushib, o'ng miltiqlarini yerga tashlab, beshini sangiltib turishdi. U yeri bu yerda askarlarning jasadlari jam talashayotgan otlar. Al bo'lgan fuqarolarga jazo yo'q, dedi Fatih varqirab. Qurollarni yig'ishtiringlar. Qurollar yig'ishtirildi. Bu tunji o'lja edi. Dushman kamidan ketgan razvedkachilar doklab qoldi. Rendosa askarlari bilan Upzangining ovliq bordi. Upzangi ularni Kusosayning quyilishiga daryodan o'tkazib atdi. Ular cho'nchiga o'tib aylanib Nilqi bozoriga kirmoqchi. Qechib qutulganni ko'rayli. Nilqiga hurra! Hurra ko'tarildi. Qarang'u tushdi. Necha yuzgan otliq partizan 3 yo'l bilan Nilqi nahiya markaziga qarab yurib ketdi. Ular yarim kechada Nilqi shahrini qo'rshib olib, hujum buyrug'ini kutdi. Shu topning boshlig'i Hamid Muslimov top boshliqlariga har bir topning o'rni, hujum nishoni va hujum usullarini obdan tushuntirib, Nuriga: "Do'stim, sen men bilan birga bo'lasan." dedi Nuri. Birinchi pay hujum o'qini otdim. Shaharga birinchi hujum qilg'uchi bo'laymikin deyman. dedi. Yo'q, bu buyruq. Sen men bilan birga bo'lasan. Fatih buyruq qildi. Hujum nishoni nahiylik soqchi idorasi 3 taraf o'z vazifalarini yaxshi bilib oldi. Mana hozir kech soat 2. Men hujumga o'tishga buyruq beraman. Ogo! Taraf-tarafdan miltiqlar etildi. Jimjit kecha qo'mash qo'rg'andek, chag'anda etilgan po'jangzlardek o'q ovozlari bilan vahim atrofni bir oldi. Vurra ovozlari shaharni titratdi. Taras turus gun tat-tat xilma-xil qurollardan chiqqan ovozlar qo'shilib, oktabr osmonida zilzila paydo qildi. Jang shiddatli edi. Partizanlar uzluksiz ilgarilab, klubga o't qo'yibdi. Seyit qismlari klubga besib kirdi va u yerga solib qo'yilgan xalqni sog'-salomat chiqarib oldi. Akbar bilan G'ani Boturning odamlari saqchi turmalarini pochaqlab tashlab, mahbuslarni ozod qildi. Attigan soat 8dan saqchi idorasi ishg'ol qilindi. Hamid yenidagi to'xtamay miltiq etayotgan do'sti Nurini chin quchoqlab, "Yandoq! Yandoq!" deb varqirab ketdi. Shu chaqda bir askari tor ko'cha qarab qochdi. Nuri uni qo'g'lab mangdi. Hamid klubdan burilishiga yana bir askar uningga granat atdi. Nuri qochgan askarni etib etib, yong'icha Hamid granat parchasi tegib yiqildi. "Hamid!" Nuri yugurib kelib uni yo'ladi va qochib ketayotgan askarni etib atdi. "Hamid!" Nuri uning beshini bag'riga besib, yunqirab yig'ladi. Hammaning hurmatiga azimat, partizanlarning tunji qurboni cho'ng qayg'u paydo qildi. Ko'pchilik qisas uchun jangni texnik kuchaytirdi. Tushga yaqin Nilqidan o'q ovozi to'xtadi. Hukumat taraf shaharni tashlab g'arbga, G'o'lja shahriga chekingan. Bir qism askarlar oq bayroq chiqarib taslim bo'lgan edi. Saqchi idorasi va klublarga solab qo'yilgan Obul Xayri To'ra, Baudun Xalpat, Nusqan Kunbay, Osman Choban, Shakir Avzi qatorliq Nilqi nahiyasining katavashlari o'limdan saq qolganlik uchun partizanlarga qayta-qaytalab rahmat aytib, inqilob sepiga qo'shilishni talab qildi. Fatih Muslimov qo'mondonlik shtabga vakolatan ularni qarshi oldi. Inqilobchilar tunji ozod qilgan shahar Nilqida shodlik, tantana, palakka yetdi. Shu maydonda qo'lga tushgan Qanotbek Aqaloqchi bilan Rendosaga xalqqa alimi o'tilgan bir necha amaldorlarga o'lim jazosi berilib, shu yerda ijro qilindi. Shahar xalqi partizanlarni mol so'yib, tomoq etib qarshi elishdi. Uy-uydan ko'ri-chelaklarda xilma-xil tomoqlarni ko'tirishgan ayollar chiqib, nahiylik hukumatga mengishdi. Yoshlar partizanlik tizimiga oldiradigan joyda tixma-tixmang sap bo'lishdi. Nuri Bo'rivaylar ularni tizimlab bosh ko'tarolmay qoldi. Tuyuqsizlar Nuriga tonish bir ovoz anglandi. Parixa, ismim Parixa.
Nurining yuragi jig'i qilib qoldi. U beshini ko'tarib qaradi. Uning oldida heliqi g'amli ko'zlar, chiroyli lablar, go'zal chiroy kulib turardi. Parixa, dedi u o'rnidan turib. Qizlar askarlik tizimlanmadi, Parixa. Men Farruh. Osiyo adam tinchmi? Tinchlik, Hamidmi tinchlik? Sizga salom aytdi. Hamid? O qaysi Hamid? Sizning o'g'lingiz bizning Qiz yerga qaradi. U o'zi nada? u tunigili shaharga Qashqarlar bilan birga ketgan. Kechda boraman. Siz Parixa. Ha, bo'pti. Farruh. Osiyo obisdagi salomdan. Hamidni men uchun suyib qo'ying. Bu ismni qachon qo'ydinglar? Bugun atgan o'zgartdik. Asli Sabiha yodgor qo'ygan edi. Apam Hamid akamning qurbon bo'lganini anglab ismini Hamid o'zgartiribdi. Nuri bu jiddiy paytda boshqa hislarni qayirib qo'yib, o'z xushalligini yalang'och so'z bilan ifodaladi. Hamid o'lmadi. Biz o'lmaymiz. Shu oqshomda Nahili xalq hukumati qurildi. Xalqning qo'l ko'tarib qo'llashi bilan Osmon Cho'ban O'razqalla nahiya hokimlik qilgan. Jaqabay saqchi idorasining boshlig'iga tayinlandi. Hokimlar partizanlarning ta'minotiga, saqchi boshlig'i shahar omonligiga mas'ul qilindi. Fidoilar ko'payib, partizanlarning soni oshdi. Har biri cho'ng to'p mingga yetdi. Odam ko'p, qurol-yarog' oz. Milqi jangida yuz bergan miltiq, 5 dona pulemyot g'animat elindi. Qurolga erishish qo'mondonlik shtabining bir vazifasi bo'lib qoldi. Olastaydan yetkazilmagan qo'mondonlik shtab bilan Milqi bozori oralig'ida chaparmanlar to'xtamay otchab turib xabar almashtirishadi. Fatih enisining vafoti, opsi xotin bolalarining tutqun qilinishi bilan qattiq g'azablangan. Uning burtlari tishdik, qopqi seliqliq, ko'zlaridan o't chaqnab turardi. U Olastaydagi qo'mondonlik shtabidan buyruq berdi. Düşman qurolli kuchlari Sultan Uvays mazari bilan yilqin oralig'idagi düşman istiqomlariga va soqchi o'rinlariga mo'kinib olgan. U yerlar pocha qilib, düşman qurollari bilan qurolsiz partizanlar qurollantirilsin. Qizil ko'tan og'izni G'ani Botur egilab, düşmanni yo'l bilan ma'lumot qilib, tog' yo'li bilan askar yo'tkashga majbur qilinsin. Bu chaqda 3 to'pqa Akbar Botur mas'ul bo'ldi. Cho'ng to'plar 3 dan kichik to'pqa ayrilgan. Har bir to'pning boshliqlarini qo'mondonlik shtab bekitgan. Partizanlar harakatchan urush qilish taktikasi bilan dushmanni parakanda qilmoqda edi. Ular saf tuzib urush qilmaydi. Tuyuqsiz u yer bu yerda hujum qilib, dushman kuchlarini parchalab etish, oz dushmanni zo'r kuch bilan yo'qotish, parakandichilik selib dushmanni eziqtirish, xotirjam qilmaslik, vahima tarqitish yo'llari bilan dushman askarlarini aloqsizlik salatdi. Dushmanning komandiri jangchilari 1 minutni xotirjam bo'lolmay qaytishni o'ylaydigan bo'lib qolgan edi. G'ani Botur kechada Sultan Uvays mazriga tuyuqsizla nurg'un miltiq bilan birli vaqtda o'q chiqarib, qiyoqas cho'qon bilan otchab turib kirib kelib edi. Saqchi idorasidagilar qarshilashishni zodil o'ylashga ulgurolmadi. Saqchi idorasi tezda tarmar qilinib, butun qurollar G'ani Boturning qo'liga tushdi. Uning odamlari texnik ko'paydi. Qurollari to'liqlandi. U nagili barmasin, uning yanida Nuri billa mang'atdi. Ular 2 kecha kunduz otdan tushmadi. Mazari qarisu subtaylarda dushmanlarga o'ngishliq zarba berdi. Mana Qizil ko'tandan dushmanning mashinalari o'tmoqchi bo'lyapti degan xabar keldi. Shu kechasida Sultan Uvays mazari saqchisiga hujum qilib, qamoqdagi Jing Ching Matkiram qatorliq 30 ga yaqin kishini qutuldirib, xeylijiq qurol-yarog' g'animat olgan azamatlar davonning ishki yiqidagi do'ngliklarga yo'shirindi. Mashinalar liq askar bilan to'lgan. Mashinaning kabinka ustiga pulemyotlar o'rnatilgan. Askarlar qurollarini ching tutishgan. Boshlariga cho'yun qalpoq kiyishgan. To'limi hayvatlik edi. G'ani 3 mashina davonga o'rlash bilan buyruq berdi. Dönglar arasından taraslab o'q yog'di.
Mashinalarning choqlari ostida granatlar portladi. Yo'lning yiqildi chetidagi eriqlarga mo'kingan partizanlar granat tashlasa, do'ngliklarning ustida quram toshlarni dalda qilishqanlari miltiq, pulemyot bilan o'q chiqardi. Dushmanning 3 avtomobili kuyib kul bo'ldi. Atrofni o'liklar qopladi. Orqadagi mashinalar kayniga yenib, do'ngmazar tarafga qarab qochdi. G'ani qismda nurg'un o'lja jang xushalligi bilan mazarga qaytdi. Dushman bu birdan-bir mashina mang'alaydigan nilqi yo'lida mang'almas bo'lib qoldi. Yaroysan bo'ri. Qotis bo'ldi G'anika. Jang g'albisi dunyodagi xushalliqning eng kattasi bo'lsa kerak. Yo'llarga puxta qarovullar qo'yilgandan keyin Sulton Uvays mazar mahallasining hamma uyida yaxshi g'iza, atgan choy, binom unidan yiqilgan oppoq nonlar bilan partizanlarni kutib olish ziyofatlari avjiga chiqdi. G'ani yezi mo'ysiptining uyida paxlanning oldi putini ishtiha bilan yeb etib shayxqa "Molla, harqin yo'qmi?" DVD ko'pchilik qaqoqlashib kulishdi. Shayxmi kuldi. 3 kun bo'lgan Qur'on o'qig'ili turg'ili 6666 oyatning hammasini. Ahoy, aroq desam Qur'on deysan qo'y molla. Bo'pti, sen Qur'on o'qi, men aroq ichay. Gunohmiya molla. Ya g'ini balam, sana gunoh emas, sen g'ozi. Senden Xudo rozi. Hech mayli, ammo mas bo'lib adishib qolma. Men ishsam ko'zim ro'shanlashib ketadi. G'anika, ishma. dedi Nuri nadindir paydo bo'lgan bir chaynak junni nerishtirib. Nima? Mazar desi gunoh bo'ladi demakchimi? Harbiy intizom mazardimi yuqori? dedi Nuri kulmay turib. Sen boshlamchi bo'lib intizomni ijro qil. Bo'lmasa jangchilarning buyruqi bo'ysunmas bo'lib oladi. Otaman, kim bo'ysunmaydi ekan? Mana o'zing, qani, yomon bo'lsang o'zing ota. Nima o intizom degan? Ashu Fatihning gapimi? Yo'q, Fatihning gapi emas, qo'mondonlik shtabining buyruqi. Xap, ma'qul, jalobning bolasi. Ya xotin haqi qaratmasan, ya aroq ichkizmasan. Cho'ng xushallik oldimizda. Biz manzilga yetmadik. Safarga amdil otlandik. Mo'shi gaping uchun bir ishidag'ay yer edi. Abla, intizom dedingmi? Balalarim, yo'lliq bo'linglar. G'azotlaringlar nusrat topqay. Men bir Qur'on o'qib qo'yay. Soy suyi sharqiramoqda. Necha odamning g'olichi yetmaydigan siydilarning shoxlari usul o'ynaydigandek larzon midirlamoqda. Jimjit yezida shayxning mungluq ovozi yiroqlarga anglanmoqda. Uylardan, suv bo'ylaridan, bog'lardan duo ovozi, odamlarning xayrlik tilashlari anglanmoqda. G'ani Batur partizanlari otliq sharqqa, o'zlarining qo'mondonlik shtabi qarab yo'lga chiqdi. Qizil ko'tanni saqlag'uchi alohida atrat ularni uzitib qoldi. Bu atratga Kangsoy partizanlaridan kelgan Nurum mas'ul bo'ldi. Nilqi nahiyasining qo'ldan ketganligi birdamdala necha ming odamning qurollanganligini, ularning harbiy texnikasi va urush qilish usullarining qaltisligi darhol Urumchiga xabar qilindi. Yengla raislik o'rniga o'ltirgan Wu Jongshin o'zining siliq vosita Gomindangni tashviq qilish, nasihat qilish usulining unum bermaganligiga xafa bo'lib, iridagi vali harbiy boshliqlarni qo'lidan ish kelmaydigan non qepila deb tillab 8-urush rayonining qo'mondoni Jo Xiaoliangni xonasiga taklif qildi. Bir-biriga sodiq bu do'stlar ko'rishib, ahvol so'rishi bilanla avorchilik degan so'z bilan gap boshlashdi. Liu Bingde to'liq huquqli bosh qo'mondon bo'lsin. U Shinsayning soqchi boshqarmasida uzun yil ishlagan, ahvol bilan yaxshi tunish. Uni ustiga u xuйзу, dindorlardan yaxshi foydalana oladi. Ham qattiq, ham yumshoq. Ikki vositani tanglish qisalaydi. Avorchilik xeli bor. Osman
Dalilqon Sugurbayevna Oltay viloyatining 90%ni jiq yerini egilab, o'z oldiga hukumat qurib oldi. Bu albatta Shingsayning savaldiki. Endi munu nilqidimi qo'mondonlik shtab, nahiylik hukumat deganlar qurilg'ili turibdi. Hargiz sal qarashqa bo'lmaydi. Bulardan Sovet darhol foydalandi. Balki Sovet qo'l tiqib bo'ldi. Ularni nahiyadan viloyatga kirgizishga hargiz bo'lmaydi. Men 8-urush rayoni qo'mondonining fikriga yo'q, buyruqqa qat'iy bo'ysunaman. Siz rais, Xinjiang sizning. Mening vazifam sizning hokimiyatingizni qo'g'dash. Yo'q, biz degan buyruq ijro qilg'uchi, qani planingizni anglay. Saqchi idorasining muavin boshlig'i Liu Bingdi to'liq huquqli bosh qo'mondan, uningga tanka, aeroplan zambiraklar bilan qurollangan bir diviziya askar berilsa, banditlar bir haftaga qolmay taslanadi. 12 oyning 1-kunidan burun Nilqa banditlari 6 o'g'ri to'liq yo'qtiladi. Liu Bingdiga Duishchang G'oljidagi bir diviziya askar bilan moslashadi. Qism 3 yo'lga bo'linib, Qamirtog' degan qor uvini to'liq qorshaydi. Zambirak minomyotlar tog' eg'izlari Nilq shahrini to'pqa tutadi. Dastlab xil qurollar bilan 3000 askar hujum qo'ydi. Orqadan yana 3000. Qaltis bilan ularga nasiyat umkini maslashtirsak. Liu Bingdiga bu ish alohida topshirildi. Xalqni banditlar qaymoqtirmoqda. Biz ularni tozib etishimiz kerak. Buyruq qachon beriladi? Bugun 10-oyning 28-kuni. Butun tayyorlik 2 kunda bitadi. 10-oyning 30-kuni Urumchidan G'o'lji shahridan Baroqli Nilqa hujum o'timiz. Rais apandim, sizning chiqandoq. Sovet askarlari kirmaganda ha? Qurollari kirgan. Olmuta yenida 6 odamni tarbiyalab, qurollantirib kirgizdi. Hamma ish shularning qutirtishi bilan bo'lib o'tadi. Shingsay odam o'ldirish kursda, lekin vatanni qo'g'dashda bir do't. 6 o'g'irni davlat chegarasidan kirgizmagan bo'lsa, mush falokat yo'q edi. U falokatni terib qo'yib, quyruqini xoda qildi. Uning po'qini biz tozlaymiz endi. Oltayda, Toshqo'rg'onda mana endi G'o'lji to'plan ko'tarildi. Bu banditlarni bo'shkidil yo'qotmasak, Jangni Yanjangning yuziga qariy olmaymiz. Muhimi vatan zamini. Xinjiang qo'ldan ketsa, men Jangpiyuanning yo'lini tanlayman. Bir pay o'q bilan ovorchilik, ornimizdan qutulaman. Yo'q, qalbiga ishonchim komil. 100% komil. Gomindongning bostirish plani Qo'rg'os partizanlarining tashkillovchisi Abdukerim Abbasov orqali Fatihlarga yetib keldi. Hatto Gomindongning urush plani to'liq oshkor bo'ldi. Fatih top boshliqlarini Ulastaydagi qo'mondonlik shtabiga yig'ib, qarshi urush planini bekitishga boshladi. Taxminan bir diviziyadan ko'p askar 3 yo'l bilan bizni qo'rshab yo'qotmoqchi, dedi Fatih Muslimov oldirmay Uyg'urcha, Tatarcha, Qozoqcha aralashtirib so'zlab. Sharqdan dog'ti 9 taradagi qismlarini Kunas To'ta dovondan oshirib, o'ngtuslikda 9 tara Qorabog' orqali bosilgan dovondan o'tgandan keyin g'arbda Sulton Uvays mazar Subtaylarni besib, qor suvni o'rlab menib Nilqini qo'rishmoqchi. To'ta dovoni, bosilgan dovoni, Subtay, qor suv dushmanning 3 yo'li mushu. Ko'pchilik bir-biriga qarashdi. G'ani Batur og'zini buzdi. Javob qo'y. Nuri uni nuqib qo'ydi. Fatih kulib so'zini davom qildi. Sen G'ani, To'ta dovondan kelayotgan Jaloq xotinning bolalarini to'rab zarba bersan. Xo'p, boshla. Sen Akbar, bosilgandan keladiganlarni to'sib zarba bersan. Bo'ladi o'ta jaxsi bosdi. Sen Evan, mazori Subtay tosh yo'li bilan kelayotganlarga zarba bersan. Xo'p. Uchtop o'zining hujum nuqtalariga yurib ketdi. Akbar o'ziga Seyitni yordamchi qilib 200 nafar xillangan jangchilarga 40 dona jangovar miltiq, 2 pilemot va 2 donadan granat tarqitib berdi. Boshqa to'plarmo shunda qurollandi. Akbar qismlari otlanib tez yurish qilib, bosilgan dovonning atrofiga yetib berib, tog' ustiga qoptonlarga mukindi. Va kichik atrot boshliqlariga
Düşman basılgan davundan tövellep say-saylarga tushib bo'lmag'icha o'q chiqarmanglar. O'q do'rini tejab, tosh qo'litib, granat tashlab, düşman qismlarini bo'lib etish kerak deb buyruq berdi. Rast degandek, düşman to'liq qurollangan zamraklarni otlarga so'ratgan holda davondan tuvanga qarab ilgirladi. Ular yomg'irdak o'q yog'dirib, gumburlatib, zamrak etib, hayva ko'rsatishga boshladi. Shu chaqda Akbarning odamlari sayning tuvan eg'izidan bir to'p otqalini dukurlatib haydab, partizanlar tuvandan chiqayotgan holat paydo qildi. Düşman oldinib hujumni say topini qaratdi. Tağning ikki qaptaldagi tosh kamarlarni dalda qilib, mo'kingan partizanlar hujum signalini anglash bilan tang granat tashlab, tosh qo'litib, tog' ishini zilziraga soldi. Dahshatli sada otlarning kishnashlari düşman askarlarini cho'chitib o'tdi. Askarlar jon saqlash qo'yida. Miltiqlarni naga etishni bilmay, o'lguni o'lib, tirik qolgan o'milab chatqanlar orasiga yo'shirilib, saydan qochib chiqib ketish qo'yida jon talashdi. Jangchilar xumardan chiqqudak otdi. 200 jangchidan birimi chiqin bo'lmadi. Düşmanning o'ligi sayning teshida yotmoqda. Chang to'zan istutak ko'yiyotgan o't ichida qolgan düşman partizanlarning nada ekanligini qiyos qila olmadi. Biliqut şirketida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tomonidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atik anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz. Biliqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavdalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Bilqutdan bil. Bilqut xazinasi